Agar hayotingizda ko'proq narsaga erishmoqchi bo'lsangiz va ko'proq odatlarni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, domino effektidan foydalaning. Domino effekti o'zi bu nima? Domino toshlarini bilsangiz kerak. Ya'ni bitta toshni qimirlatib qulatsangiz, o'zidan keyingi hamma toshlarni zanjir bo'lib qulatib boradi. Va oxir-oqibat hammasi qullaydi. Ya'ni bitta toshni qimirlatish orqali hamma toshlar yiqiladi. Inson hayotida ham xuddi shunaqa. Siz bironta yaxshi yoki yomon odatni boshlasangiz, o'zidan keyingi odatlarni ham shakllantirishga yordam beradi. Masalan, ertalab yugurishga chiqish. Ertalab siz 1 oy davomida yugurishga chiqsangiz, o'zidan keyingi odatlarni, ya'ni sog'lom ovqatlanishni, uyqu sifatini yaxshilashni, ish samaradorligi oshishini, daromadingiz oshishiga yordam beradi. Ya'ni birgina ertalab yugurishga chiqish orqali siz o'zidan keyingi odatlarni shakllantirishga ham yordam beradi. Yomon odatlar ham xuddi shunaqa. Masalan, sigaret chekishdan keyin undan keyin kuchliroq nikotinli chekishga o'tib ketasiz. Xuddi mana shunaqa hayot tarzimiz ham shunaqa. Sizni endi boshlagan bitta turtkingiz o'zidan keyingi yomon odatlarni yoki yaxshi odatlarni shakllantirishga olib keladi. Shuning uchun doimo kichkina harakatlardan boshlang. Kichkina natijaga erishyapsizmi, kichkina yutuqqa erishyapsizmi, buni hech qachon nolmang. Mana shu kichkina yutuqlaringiz ertaga sizni katta pog'onaga olib chiqishga yordam beradi. Men bilan birgalikda rivojlanishni xohlasangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.